Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ramazon oyini ulug' kunlarida juma kuni juma namozini o'qib, biz Ramazonda odatda shu an'ana bo'lib kelayotgan mahallamizda yosh ulug' oqsoqollarimiz uylarda o'tirib qolgan, jamoatga chiqa olmay qolgan oqsoqollarimizni ziyorat qilib turamiz. Bugun ham shunga bir tayyorgarlik qilib 7 ta oqsoqolimizni ziyorat qilishga hozir mana bir ukamiz savob umidida shu nasibalarni olib beribdi. Solingchi Islomjon, bismillah. Mana ko'k choy, qora choy, novot, sholi moloko, mana bu yumshoq pechenye. Shularni tayyorladik. Hozir bunga 2 tadan, hop, 4 tadan non qo'shamiz, issiq non. Shunday qilib mahallamizni oqsoqollarini inshaalloh ziyorat qilib qo'yamiz. Ularning yoshi eng ulug'i 90 dan oshgan, 100 ga borib qolgan oqsoqollarimiz, bu yog'i 85 ni atrofidagi oqsoqollarimiz. Mana shu qadimiy masjidga qatnab yurib, bugun kunda ular hozir jamoatga chiqa olmay qoldi. Undan avvalgi oqsoqollarimiz qanchalar o'tib ketdi shu saflarda o'tirib. Alloh taolo ularni o'zi rahmatiga olsin. Duo qilib qo'yasizlar. Alloh hammamizni shunday bir ibodatda qarishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun 14-Ramazon 2025-yil. İmomati mahallamizdagi İmomati jome masjidining mutavallisi noib imom, 2 ta sofimiz, oqsoqollarimiz birgalikda. Odatda mahallamizdagi yosh ulug'larni ziyorat qilib turish shu an'ana bo'lgan. Hozir mana shu ishimizni davom ettirgan holatda shu bugungi kunlarda jamoatga chiqa olmay uylarda yotib qolgan yosh ulug' oqsoqollarimizni ziyorat qilib kelyapmiz. Bularni qanchalari o'tib ketdi. Alloh taolo ularni rahmatiga olsin. Ularni masjidga, jamoatga qatnaganligiga biz guvohmiz. Hozirgi kunda jamoatga qatnab qariligi yetib, jamoatga chiqa olmay qolgan ulug'larimiz bor. Shularni ziyorat qilib, duosini olib, shu ulug' bir oyda xursand qilib chiqmoqchimiz. Inshaalloh. Hadi bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hoji ona. Rahimjon. Yaxshi. Hammalarga ko'p rahmat. La ilahe illalloh ko'p o'tkazing. Kampirlarda yotadi, kampir. Boshda Nechinchi yil siz? 30-yil. 95 yil bo'ldi. 95 yoshi. Hop. Homidxon otani ziyorat qilib chiqdik. 95 ga borib qoldim deyaptimi? Qarang. Endi Nuriddin boy otani ziyorat qilamiz. Bu kishi ham masjidga ko'p yillar jamoatga qatnagan. Hozirgi kunda chiqa olmay qoldilar. Bismillah. Ana Nuriddin boy ota. Duo qilsinlar. Nuriddin boy ota. Alhamdulillah. Yoshda ekan, Abdullajon aka. Hop, endi Ismoiljon otani ziyorat qilamiz. Ismoiljon otani. Ismoiljon ota tuzugu. Maşallah. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Amin. Allahu akbar.
Allohu akbar. Salomat bo'lsinlar. Xo'p, navbatdagi ziyoratimiz Boltavoy otani xonadoniga bo'ladi. Ko'p yil xizmat qilgan. Oshpazlik qilib, va alaykum assalom. Oshni juda chiroyli qiladilar. Hozir o'g'illari xizmat qilyapti ekipaga. Boltavoy ota bu kishi ham jamoatga chiqa olmay qoldi bugungi kunda. Alaykum assalom. Yo'q. Ko'rishib olinglar hojladalar. Endi biz ko'rishamiz. Boltavoy ota. Qachon qo'y so'ysa bizni unutmasdi. Bir devor qo'shamiz. Amin. Hop, navbatdagi ziyoratimiz Turdoxon otani ziyoratida bo'ladi inshaalloh. Bu kishi ham 95 dan oshib qoldi. Bu kishi ham chiqa olmay qoldi, lekin bugun jumada ko'rindi. Hassa bilan chiqib jumani o'qib kirib ketdi. Tashqarida kunga qarab o'tiribdi ekan. Maqaring. Ancha. Navbatdagi ziyoratimiz Tursunali otani xonadoniga bo'ladi inshaalloh. Tursunali ota avvalgi kurugimizda ham bu kishini ziyorat qilgan edik. O'sha qatorda biz ziyorat qilganlardan 5 ta oqsoqol o'tib ketdi. Bu kishi hayotida jamoatga chiqa olmay qolgan. Hozir mana hozir ziyorat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum, salomat bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amin. Amin. Allohu akbar. Amin. Navbatdagi ziyoratimiz Musovoy hoji dadanikida bo'ladi inshaalloh. Bu kishi ham yoshi ulug'lardan bir necha yil masjidlarda mutavallilik xizmatida xizmat qilgan. Dadamiz rahmatli bilan qadrdon bo'lgan ko'p dindorlarga, talabalarga, imomlarga homiylik qilgan kishi bu kishi hozir. Shu kishini ziyoratiga kelamiz mana. Salomat qilsin. Iymon bilan yashab, iymon bilan ketishni Alloh taolo nasib qilsin. O'tib ketganlarimiz Alloh rahmatiga olsin. Shu mahalladan qancha oqsoqollarimiz jamoatga qatnab yurib, bugungi kunda o'tib ketdi ular. Farzandlari Xolbiy aka dadalarini xizmatini qilib duolarni olishyapti. Yaxshi o'zi, kechmasa, mana bizmi? Adahanda sanoatsiz. Ey Allohim. Mana ko'chini bo'lib turgan ekan. Amin. Alloh taolaga sizlarni Alloh ko'rsin.
Amelen yamanlardan bir tarayın. Allah'ın ne şeyler başarabilirsin. Allah Teala'ya hemmemiz gene şükürlerce الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى